İçkeridekiler, evet, içkeride kim var? Ebetke sorun ebetke. Suvallarning masalan hozir jumisi yo'q deysizmi bularcha? Moru koyup ketiladi da, biz yerda moru koyup ketiladi. Pish qurganda shu moruga ulavergan bu, yonib ketdi. Ulaganda shu yerdan ochiq chayqab ketganda, qamishqa tegib ketganda yonib ketdi. Bir qat, ikki qat, uch qat ketganda hech narsasi qolmagan bu. Kuyovi o'tib qolgan, o'z kuyovining yuzini beramiz degan maqsadda pish qurilganda. Kuyov qaytib chiqqan. Kuyovi qaytib bo'lgan shu. Lan narsalar tushirishaylik, bolalar. Al. Kim tutdingizdir? Az bo'lsa ko'p ko'rasiz. Ya, o kami bo'lmaydi. Katta kichigi bo'lmaydi. 3 tamga 3 lustra. Aha. 3 tamga aboy. Aha. Oyoqqa chetakka. Al. Har ovuldan kelib qo'ying bular, ha? Har ovuldan. Ana bilsinlar. Boshqa tumanlarimizdan ham kelib turibdi odam. Zo'r. Nesi? Bu qalab. Qalasonday bo'lsin degan ekan, bu. Bu menga aytganman. O'zim o'ylamoqchim. Ha, qilaman demayman. Men unday o'ylamaydim. Unday ul qanday bo'lib ketadi deb umuman o'ylamaganman. Xudo o'zi. Men birinchi marta o'zimni qo'yib qo'yapman-da. Birinchi Halallashtirib. nasib edi, Alloh nasibasiga endi baqarasa uyda yaxshi qilib to'ylar bo'lsin. Zo'r. Bizda Bereket Stroy degan do'stimiz bor. Bereket Stroy jamiyati stroy material sotadi. Ko'p hamma narsa sotadi shunda. Shuning a'zosi bir jansotlarda iltimos o'tmish etgan edi. Shunday bir Amudarada salmoqdan shay bor edi, jantatdan. So'zayt ulg'onib sap beryapti deb jansotlarda omonatlar berishadi. Bereket Stroy jamiyati. Rahmat, Alloh razı olsun. Keyin duo qilib qo'yasizlar o'zingiz. Savdolarni desin, qo'y. Amin. Allah razı olsun barchangizga, buni ham istayotgan istingizdan Allah razı olsun. Barchangizni biriktirib, shunday etib ana aşçı verin. Azma sovg'amiz bor. Bir qo'lchab otlab bersangiz, ustiga ketdi bir marofatlab berib ketaylik. Menimi? Menni qo'lay ishlasam. Sagan sovg'a отдельный bu. Bizning atimizdan. Rahmat, bir niyat etdik. Quvondim lekin rostdan. O'zingizga niyat etdik. Rahmat. Bir hafta 10 kun bo'ldi ko'rib o'tirganimga. Baraman deb niyat hech satib olmay turib bugun keldik. To'g'risi joyni ko'ribmiz, ashiq bo'yaqqa aytyapman. Ona adamlarni ko'rib maza qilib bordim deb o'tirman, вообще zo'r u. Shunday ozburchilikdan ayirmasin do'stlar. Amudara yerin. Rahmat ko'p. Sog' bo'ling. Suvallarning masalan hozir jumisi yo'q deysizmi bularcha? Ha? Hammasinin ishi bormi? Hammasinin jumisi bor. Internetdan ko'rib So'q keldim. bo'lsa suv demay kelmay qolmaydi, keladi. So'q bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. So masalan, yaxshi 10ning, 15ning, bar yaxshi chiqma 30ning jumisi bo'lmoq qo'ysin. Lekin bu yerda 100dan ziyod qilyapti. Hammasi jumsiz degan emas-ku. Mega hashar deganda bu. Mega hashar. Молодец. Dalillaydi Mang'it xalqi. Ustalar makani ekan. Endi bunga 2% bormi? Maktab jasida bormi? Biri maktabda, biri bog'chada. O,
кішкентай ма? Кішкентай, Ағамыздың а видеода шығарылған балам бар ғой кішкене. Шу бала. Өздері қаяқта болдық. Қонышсың енді. Қонысың үйінде тұрыпты. Молодец. Міне біздердің жеткізбекші, айтпақшы болған нәрсеміз сол да, Руслан. Видеода шақырамыз біздер. Кішкене істерге шақырамыз. Бір күндік істерге шақырамыз. 2 сағатлық істерге шақырамыз да. Келін қолыңыздан келетін қызметті істеп беріңіз. Оның пұлын беріп алып істетуге болады, лекін біз оларды ойлап шақырамыз да. Сауап болсын. Кіттай бір қаражетке эконом болсын, мәселен. Ол нәрсеге, мәселен, бір ұстаның қол ақысына сол үйге бір нәрсе алып беруіміз мүмкін. Сол мақсатта шақырамыз да. Енді жоқ емес, бар, келіп атқанлар, лекін келмей атқанлар көп. Бермей атқанлар жоқ емес, береді. Бермей атқанлар көп. Мына видеоменен көп нәрсені түсіндіріп қойға болады, түсінетін адамға. Шу мына адамды бір көрсетсең алсам болған. Бұл жерде түсінетін адамға ешқандай кеп сөздің керегі жоқ. Қазір ішімізде айта алмай тұрған не бір нәрселерді судан көріп біліп алса болады. Айтсақ кеуіліне тиіп қойсақ. Зор. 3 қазан ауқат қазылып атса, бір қой зойылып атса бұл ұсталарға. О дәрежеде бір ай болыпты бұл жайда. 31 күн болды. 31 күн әлде шөйде видео ішлегенмін. Ниетті қашанға қылдың? Қашанға тапсыруды ниет қылдың? Мен өзі 8 мартқа деп ойлап едім. Бір ойлап едім, лекін одан бұрын? Рамазан. Рамазан, Құда қаласа. Рамазанға. Нәсіп қылса.